Ozoda Jaloliddin Manguberdining yurtida o'sib ulg'aydi. Oilada yolg'iz qiz. Husnga nihoyatda boy, uzun sochlar, qora qosh, uzun kipriklar, gapirganda kulib turadigan ko'm-ko'k ko'zlar. Xipchabellar haqiqiy Xorazm go'zalining o'zi edi. Maktabni bitirganiga bir oylar bo'lib qolgan. Zerikkanidan kuniga biror dugonasinikiga borar edi. Navbatdagi dugonanikidan qaytishda kechga qolgan Ozoda qo'rqib-pisa yo'lga tushdi. Dam-badam ortiga qarab qo'yar, qorong'u ko'chalardan o'tishda o'zicha duolar o'qib qo'yar edi. "Vah!" degan ovozdan qizning yuragi chiqib ketishiga bir bahya qoldi. Qo'rquvdan qaltirab ketdi. Daraxtning tagidan otilib chiqqan sharpa Ozodaning oyoqlaridan madorni qochirdi. "Salom yaxshi qiz." Ovoz tanishdek, lekin Ozoda hali o'ziga kelmagan edi. "Salom" dedi tutilib. "Boyagi dugonaning akasi ekan-ku." Ozoda o'ziga kelib, "Nimaga qo'rqitasiz?" deb erkalandi. "Seni kutdim, kuzatib qo'ymoqchi edim" degan Anvarjon qizga yaqinroq keldi. Harbiy xizmatdan yaqinda kelgan Anvarjon kelishgan yigit bo'lgan edi. 2 yosh yo'lga tushdilar. "Hozir qaysi asrdamiz bilasizlarmi?" 21-asr deysizmi? Uni men ham bilaman. Hozir jadallashtirish asridamiz. Bilmaganlar bilib qo'ysin. Xullas, Anvarjon Ozodaning eshigiga yetguncha faqat sizga degan va'dasini olib ulgurdi. Xayrlashish chog'ida yigit qizni tezda quchoqlab yuzidan o'pib oldi. "Jinni, hali dadamga aytib beraman" degan Ozoda ichkariga yugurib kirib ketdi. Alloh rahmat qilsin, so'z ustasi Hojiboy Tojiboyev o'zlarining bir chiqishlarida bo'yga yetgan qizlarni xayoli parishon bo'lib qolishini o'xshatgan edilar. Balki bu o'xshatishni aynan Ozodadan olgan bo'lsalar ajab emas. Chunki Ozodaning esidan dadasiga aytib berish ko'tarildi. Yo'q, ko'p esladi. Jinni deyishdan oldin bo'lgan holatni. Lekin dadamga aytib beraman degan so'zi hech esiga kelmas edi. Jinni degan so'z har kuni kechda Anvarjon bilan xayrlashayotgan vaqtda aytiladigan odatga aylandi. Shunday paytlar keldiki, jinni deb Anvarjon aytadigan bo'ldi. Bu so'zni ishlatishdan ikkalasi ham zerikishdi. Zerikishdi emas, endi bu so'z o'rnini "jonim", qizning qulog'iga aytiladigan asalim so'zlari egallab ulgurgan edi. Endi rostdan ham dadamga aytib beraman deb yig'lagan qiz aslida xursandligidan yig'layotgan edi. Endi uning Anvarjon akasi bor, suyangan tog'i bor, ishongan bog'i bor. Bular ish muddatidan oldin, ya'ni to'ydan oldin bo'lgan edi. Yoshlar xayolida hali Parijda, hali Yaponiyada sayr qilib yurishgan kunlarning birida Ozodaga sovchi keldi. O'zining ammasini o'g'lidan ekan. Qiz dod soldi. "Tegmayman, o'zimni o'ldiraman. Beti qursin, ko'zi ko'rga tegamanmi?" Elmurodning ko'zlari tug'ma nogiron edi. Qizining dod voyiga otaning bir og'iz gapi nuqta qo'ydi. "Tegasan. Nogironga qarash savob bo'ladi. Yo'q desang, ana ko'cha." Qiz noiloj rozi bo'ldi. To'y boshlandi. Nikohga kelgan domla yosh kelin kuyovga ancha nasihatlar qilgach, Elmurodga qarab, qaynota va qaynona ham o'z ota-onangiz hukmida bo'ladi. Shundoq ekan, har payshanba kuni ota-onani ziyorat qilmoqlikning savoblari haqida nasihat qila boshladi. Ozoda xuddi mana shu gapni ko'ztumordek qilib o'ziga ilib oldi. Dabdabali to'y bo'ldi. Gohida ko'zi nogiron bilan qilingan suhbatdoshning foydasiga hal bo'lar ekan. Ozoda ham yolg'ondan bir baqirish va ozgina ko'z yoshi bilan vafodor kelinchakka aylandi. Endi payshanbaga qaytamiz. Har payshanba uydagilarni ko'rib kelaman degan Ozoda uyiga jo'naydi. Uyida esa dugonalarini sog'ingan bo'ladi. Albatta, birorta dugonasinikida yotib qolishi kerak. Nimaga hayron bo'lasiz? Ozoda dugonasinikiga bormaydi, chunki dugonalari ham dugonalarini sog'ingan bo'lishadi. Ozodaning Anvarjon degan qiz dugonasi bor. Ozoda homilador bo'lib olgach deymizmi yoki homilador bo'lib qolgach deymizmi, birinchi qorin o'sishi o'rniga til o'sa boshladi. Elmurodning bo'ydoq kunlari tushga aylandi. Qayerga borib o'tirsa, tepasida Ozoda paydo bo'lar. "Menga qara, nima yumush qilyapsan? Mangloyi qora" deb erni yer qilib tashlar edi. Bu hol ko'pincha juma shanba kunlari takrorlanar edi. Otning begona oxirdan yegan yemining ta'mi hali ketmagan bo'lar edi. Ozoda qizchalik bo'lganidan keyin juda ham ochilib ketdi. Endi payshanbani kutib o'tirmas, sog'indimi, ota-onasini ko'rgani jo'nab qolar edi. Elmurod yuragi bezovta qilayotganligi uchun ko'zlari xiralashib qoldi. Ozoda mahallada nogiron yigit bilan yashayotganligi uchun obro'da edi. Ozoda 3 oy ichida yana homilador bo'lib qoldi. Dehqonga bog'liqdi. Oilada Elmurodning obro'si oshdi. Otets malades degan nomni oldi. O'lmagan qulga kun o'tishi tayin. Oy kuni yetib, ikkinchi qizchasini qo'liga olgan Ozoda yana ham ochilib ketdi. Elmurodning ishi beshik tebratishdan iborat bo'lib qoldi. Kichik qizi 1 yoshga to'lgan Ozoda bolalari uchun hozirdan sarmoya yig'ishni o'ylab qoldi. Bu haqida beshikchi Elmurodning miyasini egovlay boshladi. Elmurod nima ham der edi? O'sha o'zingiz bilgan Elmuroddir. Ozoda narigi ko'chada yashaydigan Zoya opani gruppasiga yozildi. Zoya opa narigi oyda Rossiyaga odamlarni olib ketar emish. Albatta, Ozoda yolg'iz emas.
Anvarjon ham gruppada bor edi. Yig'ilganlarning hammasi Xudodan eson-omon yurtga pul bilan qaytishlikni niyat qilishdi. Anvarjon bilan Ozoda ham yomon niyatda yo'lga chiqishgani yo'q. Baxtli bo'lishib, umrlarini rohatda o'tkazib kelishlikni niyat qilishdi. Avtobus qo'zg'aldi. Yo'lga tushdilar. Volgograd shahriga yetib kelishdi. Yo'lda va'dani qop-qop bergan Zoya opa yetib kelishgach va'dani buzib yubordi. Qaysidir dalaga yigitlar kerak ekan. Xuddi shu saralab olingan yigitlar ichiga Anvarjon ham kirib qoldi. Bormayman dedi Ozodani ko'zi qiymasdan. Bormasang, senga ishlatgan pulimni hozir topib berasan. Anvarjonning ovozi o'chdi. Odamlar bo'lina boshladi. Men-chi, nima qilaman degan Ozodaga aytilgan javobni to'liq aytaman. Eshitmay o'tkazib yuborasiz degan umiddaman. 15 yildan buyon Rossiyaga odam olib keladigan Zoya opaning javobi tayyor edi. Nima qilarding, Qanchiq? O'zingni ering bo'lmasa, nimasiga kuyasan? Yoshsan, chiroylisan, senga bir qarish narsa hamma joyda topiladi. O'zim zo'rini topib beraman degan Zoya opa beo'xshov tirjaydi. Ozoda taqdirga tan berdi. Anvarjon Gorodishchi rayoniga, Ozoda esa Aqto'ba rayoniga tushib qoldi. Dalaga yetib borishgan ayollar ertasiga sabzi, piyoz, pomidor огородlarini o'tdan tozalay boshladilar. Fermer tojikistonlik Soyibjon edi. Tushlikda dalaga Soyibjon keldi. Hammani hujjatini ko'rib chiqib, rasmiylashtirish va ro'yxatga qo'yish uchun jo'nab ketdi. Ozoda qiynaldi. Ozoda ishdan qiynaldi. Ozoda issiqdan qiynaldi. Ozoda vaqtli turishdan qiynaldi. Kelishganiga 1 oy bo'libdi. Ozoda juda ham qiynaldi. Atrofga qarab, dalada suv quyib yurishgan yigitlarga qaradi. Rahmi keldi. Uylaridan uzoqda yurgan erkak va yigitlarga rahmi keldi. Ularga mehribonlik qo'lini cho'zgisi keldi. Ularni o'ylab, Ozoda juda ham qiynaldi. Dala chetidagi qalin o'sgan daraxtzor chetiga chiqib o'tirdi. Uzoqdan mashina ko'rinib, Soyibjon kela boshladi. Tasodifni qarangki, Ozodani ro'parasida to'xtadi. "Ha qiz, issiqmi?" deb so'radi. "Voy, qiz dedimi?" Ozodaning yuragi dukullab ketdi. "Tandirga o'tinga keldim" degan Soyibjon daraxt choqlarini yig'a boshladi. "Tandir ham bormi?" degan Ozoda o'rnidan turib kelib yordam bera boshladi. "Ha, tandirimiz bor" dedi Soyibjon. "Kachigar ham bormi?" deb so'radi. "Kachigar yo'q" degan Soyibjonga qaragan Ozoda, "Ha, kachigar zotiga o't tushdi-da" deb javob berdi. "Tushunmadim." Soyibjon qizga tikildi. "Bizni ham tandirimizga olov yoqish kerak. Kachigar topilmayapti" degan Ozoda ishvali qilib javob berdi. Soyibjon ham ahmoq emas. Hali yigit. Qo'lida har yili har xil ayollar ishlaydi. "Kachigar bizda" degan Soyibjon yaqinroq keldi. "Olov yoqishga gugurtingiz bormi?" O'tin dalada qoldi. "Mashinaga chiqaylik" degan Soyibjon yo'l boshladi. Bilmaganlar bilib qo'ysin. Volgograd shahrida Volga daryosi bor. Daryoning Aqto'ba, Ribachi, Gniloy degan irmoqlari bor. Xullas ular Aqto'ba irmoqlarini ko'rib kelishga ketishdi. Kech bo'lganda kachigarlik xizmatidan foydalanishib qaytishdi. Tandir sal bo'lsa ham sovigan, gugurt o'chgan. Xullas, shunday gaplarda nima deymiz endi? Tabiat qonuni deymizmi? Zakon priroda deymizmi? Yoki nafs qunlari deymizmi? O'zingiz bilasiz. Soyibjon harbiy xizmatdan qaytgach, qo'shnilariga qo'shilib Rossiyaga yo'l oldi. Yetib kelishib, bir rus boyning uyida ish boshladilar. Boyning uyi bitguncha Soyibjon rus boyning salkam o'g'liga aylandi. Rus boyning yordami Soyibjonga ko'p tegdi. Fuqarolik oldi. Boyning ishonchli odamiga aylandi. Boy bilan birga ish boshlagan Soyibjon tez orada puli ko'paya boshladi. 4 yil o'tib, o'zi mustaqil yer sotib oldi. Uylanish uchun yurtiga qaytdi. To'y ajoyib o'tdi. Soyibjon o'zining ammasiga kuyov bo'ldi. To'y tugab, kelin-kuyov go'shangaga kirishdilar. Urf-odatlar tugab, kelin-kuyov yolg'iz qolishdi. "Sizga bir gap aytaman, mendan ranjimang. O'lgunimcha qulingiz bo'layin" deb kelin gap boshladi. Kelinning gapidan Soyibjonning badanida mingta chumoli o'rmalagandek bo'ldi. Ishtaha o'ldi. Choy choyda qoldi, joy joyda qoldi. O'rnidan turgan Soyibjon tashqariga chiqib ketdi. Ertasiga kech bo'lganda uyga kelgan Soyibjonni sudragudek uyga olib kirishdi. Oyog'ida tura olmas, kunduzi alamidan to'yib ichgan edi. Bu kecha kelin uxlamadi. Tong otguncha yig'lab o'tirdi. Soyibjon tong otguncha qotib uxladi. Kelinning bir og'iz "Men tug'ma parokman, menga farzand ko'rish mumkin emas ekan" degan gapi Soyibjonning kallasiga o'rnashib qolgan edi. 15 kunni bir amallab o'tkazgan Soyibjon Rossiyaga uchdi ketdi. Kelin nomi kelinligicha qolib ketdi. Oradan 6 oy o'tib, Soyibjonning otasi og'irlashib qoldi. Rossiyadan qaytib kelgan Soyibjon otasining "Bolam, men qaynonang bilan aka-singilmiz. Bizni oralarimizga sovuqchilik tushirmagan" degan oxirgi gapini eshitishga erishib qoldi. Otasining marakalarini o'tkazgan Soyibjon xotinini o'zi bilan birga olib qaytdi. Farishtalar omin degan ekanmi yoki haqiqatan parok ekanmi? Allohning sinovimi? 10 yil birga yashashdi. Farzand kutishdi. Ilojini topa olishmadi. Farzand
Allohning ne'mati ekanligiga ishonishdi. Kelin bola boqib olishga rozilik berdi. Oilada ikki muxitlik odamlar yashashar edi. Kelin namozxon, roza tutadi. Soyibjon kelinni tamoman aksi edi. Ichkilikdan qaytmas, iloji boricha ishchilarning ayblarini topib, oyligidan urib olishga harakat qilar edi. Tandirga kachigarlik qilish bo'yicha malakali mutaxassis edi. Soyibjon ne ayollarga kachigarlik qilmadi deysiz? To'g'ri, dala ishi issiq, hamma qiynaladi. Endi Ozodaga o'xshagan ayollar ko'proq qiynalar ekanda. Soyibjon bola boqib olishga rozi bo'ldi. Dalada dam olib o'tirishganda bolani necha yoshdan olishlik haqida suhbat qizidi. Navbatdagi uchrashuvlarning birida Ozoda bola tug'ib berishga rozi ekanligini bildirdi. Evaziga pul so'radi. Soyibjon begona bolani boqib olishdan ko'ra shu yo'lni tanladi. Ozoda uni erkatoyiga aylandi. Vaqti kelib, o'g'il farzand tug'ildi. Soyibjondan xursand odam bo'lmadi. Endi bolachani emizish muammosi tug'ildi. Yana balogardon Ozoda bo'ldi. Bolacha 1,5 yoshga to'lgunicha Ozodani mehri bolachaga tushib bermaslikka qaror qildi. Sho'rlik kelin yalinishga tushdi. Ozoda shartini aytdi. Shart shundan iborat ediki, Soyibjon Ozoda bilan ham yashashi kerak ekan. Sho'rlik kelin bu shartga ham rozi bo'ldi. Soyibjon ko'chani narigi tomonidan bir uyni sotib olib, Ozodani joylashtirdi. Ozoda bir rus odamni fermasiga sut og'uvchi bo'lib ishga joylashdi. Ozodamisan Ozoda edi. Fermada ish boshlagan Ozoda o'zidan 5 yosh kichik Odiljon bilan uchrasha boshladi. Ozodaning laqabi 500 rubl bo'lib tanila boshladi. Ozodaga pul kerak. Aqto'ba kichkina joy. Har qanday holatda tez ko'zga tushib qolasiz. Chunki bu yerda millatdoshlar ko'p edi. Ozoda ish joyini o'zgartirishga qaror qildi. Shaharga borib, skladda ishlashini Soyibjonga bildirdi. Ikki kundoshni bir joyda bo'lishni xohlamagan Soyibjonga bu taklif ma'qul tushdi. Ozodaga shahardan ijaraxona topib berdi. Har 2-3 kunda kelib, produktasidan xabar olib turdi. Shaharga kelib olgan Ozodani ishtahasi ochilib ketdi. Zamonni teskarligini qarang. Ozoda kimni uyiga chaqirmoqchi bo'lsa, albatta haligindaqangi magazindan parashok sotib oladigan bo'ldi. Albatta o'zi uchun emas, partnyorga kerak bo'ladi. Hozircha Ozodaning nikohlik eri 2 nafar edi. Biri Elmurod, yana biri Soyibjon edilar. Nikohsiz erlarni sanamang. Ozodaning hayoti yoshligimizdagi Maysaraning ishiga o'xshab qoldi. Shaharda ijarada turadigan Ozodaxon zerikib qolsalar, darhol Soyibjonga qo'ng'iroq qilar edi. Qo'ng'iroqdagi gaplarni eshitsangiz, ba'zi ayollar eri bilan bir umr birga yashab, Ozodaning gaplarini o'z eriga ko'zini yumib turib gapirmagan bo'lsalar kerak. Jon, sog'indim-ku, hozir yig'lab yuboraman. Bunday gapdan keyin Soyibjonga 50 kilometrlik masofa bir qadam bo'lib qolar edi. Oxirgi vaqtlari Ozoda nimagadir Soyibjonga telefon qilmay qo'ydi. Ozoda o'ziga yangi jazman topdi. O'zidan 2 yosh katta. Xotini bilan ajrashgan. Puli ko'p. Asosiysi, Ozodani nikohdan olib bormoqchi. Mahrga 50 ming rubl berar ekan. Ozoda chamalab ko'rdi. Yigit pasretlik ekan. Hali beri puli tugamaydi. Kamida 1 yil sog'ib yursa bo'ladi. Nima? 1 yildan keyinchi deysizmi? Qo'rqmang. Ozoda u yigitni 1 yilga olib bormaydi. Yigitni o'zi quyonni rasmini chizishda, rassomchilikda birinchi o'rinni olganini bilmay qoladi. Xullas, Elitsevadagi imomni eringiz bormi degan savoliga berilgan javob sizni ham qiziqtirsa kerak. Ko'zidan marjondek to'kilgan ko'z yoshlar albatta yo'qni bildiradi. Bo'ldi. Olam Guliston 50 ming Ozodani qo'lida turibdi. Yangi kuyov Qurbonjon qashshoqlasha boshladi. Oldingi pullar qayerda? Bir ayol dugonasiga maqtangan ekan. Meni erim millioner. Qachon milliarder bo'ladi deb dugonasi so'rabdi. Men unga turmushga chiqmasimdan ilgari milliarder edi deb javob bergan ekan. Qurbonjon o'sha millioner holatiga tusha boshladi. Kunlarning birida Soyibjon o'zining kaliti bilan eshikni ochib kirdi-yu, qotib qoldi. Stol ustida bo'shagan aroq shishasi, polda pivo idishlari yumalab yotar edi. Xona to'rida odam zotiga mansub bo'lmagan ish davom etar edi. Erkak stolga o'tirib olgan, Ozoda tiz cho'kib xizmatda edi. Soyibjon baqirib yubordi. O'rnidan turgan erkak bilan urushib ketishdi. Stol ustidagi pichoqni ketma-ket 2 marta Soyibjonga urgan erkak ko'zdan yo'qoldi. Birinchi navbatda Qurbonjon qo'lga olindi. Xotinimga bosqinchilik qilgan Soyibjon tirik qolsa o'zim o'ldiraman deyishdan nariga o'tmas edi. Demak, pichoq urgan erkak Qurbonjon emas ekan. Hamma sirlar ochildi. O'rtada ayol kishini makri oldida fohishaligi evaziga bir yigit nobud bo'ldi. Ozodaga jin ham urgani yo'q. Oldingidek Ozoda. Men shaxsan Soyibjon bilan ham, Qurbonjon bilan ham, Ozoda bilan ham hamsuhbat bo'lganman. O'tgan yili noyabr oyida Soyibjon bilan ko'rishganimizda nikohi haqiqiy bo'lmagan bolacha hali u dunyoni gapirmaylik. Shu dunyoni o'zida boshiga ming baloni soladi deb aytgan edim. Qurbonjonni bu yo'ldan qaytarishni hech ilojisi bo'lmadi. Ozodani ichiradigan parashogi kuchli bo'lganmi? Ket tushsa, boshiga tayoq yegan qo'yga o'xshab Ozodanikiga orientir olib jo'nab qolar edi. Mana aziz tinglovchi, buzuqchilik, fohishalik ortidagi voqeani tingladingiz.